Yani ikiye kadar oturup masal yapıyordu. Omletim dumbulimizde taşa bir yapıyorum artık. Men ham birinchi marta sog'ib ko'raman. Buni sog'ib pocha kechiraman. Oh, qarang, voy ha, bilminlar. Biz xoh. Voy. Xatay o'zi shuni mas qildi biz. Ana, birga go'sht bo'ldi. Mana shunda ko'p go'sht bo'lib ketdi. Osh yegandan keyin yonboshlagingiz keladi odamda. To'g'ri. Osh juda go'zal. Bir eltib, Ikkiga bir emas, birga bir bo'lib tug'ishamiz. Chunki hammamizga to'g'ri 8 to'g'ri olib keldik. Ha, ustoz. Ha? Ba'da yig'lab o'tirdim, oshab ketaman. Ha. Qani bo'lmasa ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Xudo, o'zi shirin qilgan ustozlar qo'ymagan. Allohu akbar. Biz boshladik. Xo'p, bu hammasi aytib o'tganimizdek Botirjon kelishiga. Albatta, bu yerda ozgina plan bilan kutib olishimiz kerak. Endi shuncha yo'l bosib kelyapti. To'g'rimi akam? Albatta, ya. Ukam Rossiyadan oson ish emas. Rossiya, voy. Qrimdan, Tatardan kelyapti. Shunaqa. Hozir lekin bilmaydi, biz bu yerda kutib o'tirganimizni ham bu yerda tayyorgarlik ko'rayotganimizni ham bilmaydi. Bu videolar chiqqandan keyin bu kelgan bo'ladi. Chunki hozir biz videoni chiqarib qo'ysak, u ko'rib bilib qoladi-da. Ha deb qoladi. To'g'rimi shepam? Albatta. Ketdi mana. Yo'g'i alanga oldi. Xo'p, men ozgina kachigarlik qilish o'raya. Bu yerda asosan hozir necha kilo oshga tayyorgarlik ko'ryapsiz? Bundan oldingi videoda albatta aytdik. Hozir bizni ko'rayotgan insonlar ham bor. 3 kilogramm guruchga. 3 kilogramm guruchga. Xo'p, mana 3 kilogramm guruch. Ikkiga bo'lib qo'ydik. Tuz solishning sababini ham aytdik. Zo'r chiqishi. Oldingi videoda ko'rsanglar. Albatta. Buni ham aytib o'tishimiz kerak, chunki bu oshni o'zini ko'rayotgan obunachilar ham bor. Endi bizni hali obuna bo'lmagan insonlar ham ko'rishi mumkin. Sababi Tuz solib o'tish sababi guruch nima deydi? Dirkirab turadi. ha, dirkirab, xullas ajrab bir-biriga yopishmasdan cho'tki turadi. Shuning uchun. Xullasi shu masala. Guruch, sabzi, bu qizil sabzi, Piyoz. qizil sabzi, piyoz, mana no'xat. No'xatdan tayyor. No'xatdan o'tib, yub tayyorlab qo'ygan go'sht, magiz, zirh, qo'y dumba, murch, qora murch, zira, sariq yog', chariq yog'. Bu simchka yog'i va tuz. Xullasi shu va birgina mehr. Mehr, to'ppa-to'g'ri. Mehr. Biz boshladik. Qozonni qo'shnikidan topdik, yuvib tozaladik. Endi qora deyishlarga bu qorani ketkizib bo'lmaydi hozir. Ya uni u qozon qora bo'ladi o'zi. O'tgan safar gapirilganligi uchun videoda qozoning qora ekan, qora bo'lmasa nima bo'ladi? Oq bo'larmidi? O'choqdagi endi qora bo'ladi. Xullas siz sekin-sekin tashlashni boshlaysiz, men bu yerda sal bo'lsa-da kachigarlik qilishni boshlayman. Xo'p, mana bularni sekin-sekin tashlayver-a, qalbroqlar. Mana. Endi mana g'o'zapoyada ilashtirib oldik. Yana u kerak bo'ladi anu nimada? Damlayotgan paytda bitta qaynatish kerak degan joylari bo'ladi. Aynaqa paytlarda ko'p kerak bo'ladi. Endi biz ham zo'r kachigar emasmiz, lekin qo'ldan kelganicha harakat qilib yordamlashaveramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qozon yangilayotdi. O'zi dumba tashlash boshlandi. Bu bir qismi faqat jizza uchun, ha? Ha, jizza uchun. Bunisini qachon tashlaysiz? Bunisini mana. Suyga tashlayman. So'yganmi? Ana, tagini qaraydi. Men kachigarlik qilib berdim desa ham bo'ladi. Xo'p, endi mana katta-kattalarni Mahmudxon, tashlaveramiz. Ana. aşağıdan bitta terenka chiqsangiz bor, sizga ne beramiz? Hazırlık koyamam. Ya qo'lani taslim etib qo'yasiz. Mana onu para kalın artık. Boşa siz atgan nasıl yo'q ekan. O'tin yo'q ekan. Bor.
Oxunib xonadonda hamma narsa bor. O'lmas, quruq. Bu yerda ozgina bo'lsa-da men ham qo'lib kiyib qo'ysin. Ana, jizzalarni tayyorlayapmiz. Tekisgan olib chiqadi. Do'stim kelibdilar. Sizga o'tini aytuvdi, topmas. Oxunibdan so'rang, top beradilar. Hozir nima ish? Quruqroq kerak ekan. Nima ish bilan? Bizga kerak-da hozir. Bizga hozir kerak. Bu yoq уже bir pasta yonda o'shdi уже. Mana ular sal ho'lroq ekan. Shuning uchun quruqroq kerak. Tamam, mana boshlarimiz. Jizzani hozir уже. Chizzadan ham 1 litrga quydingizmi? Ha. 3 kiloga mindi bu? Ha, 3 kilo. 3 kiloga demak 1 kilo yeter. 1 kilo simchga yetadi. Bizlarni dumba yo'g'imiz bor, sariq yo'g'imiz bor, 1 kilo yeter. Hop, endi mana qarang. Voy. Hozir bunga bitta san'at asari qilamiz. Piyoz, 2 dona piyoz tashlab. Piyozni ham anaqa joydan olamiz. Ham tanlab bo'linadi, deng. Yo'q. Siz nima bo'lmaysiz? Mana. Sportchilik qilsangiz, damini berib olasiz, aytib qo'y. Uncha joy. Mana qo'y. Mana shuni qattiq turlashni olding, tez. Tashakkilar. Bo'ldi. Mana qarang, ko'rsating. Nafsim chokolad yeb borsam bo'lmaydimi? Ondan kelishib tutasizlar. Ustoz, mana berib yubordilar. Hamini bilib berakasiz. Albatta. Siz o'zi yapasiz. Ha, ko'pchilik deydi bu. Ko'pchiligimizda. Hadi yana borda, oldin sizga berdilar. Bo'ldi, kim o'zi oldi takalamda, ha? Bo'ldi, qumga cho'p. O, ashqomonni choy bo'ladi, bo'ladi. Ko'ring, fotolashyapti, ko'rdingizmi? Aha. O'sha taylagan joyga uradi. Bo'l. Bo'l. Tashlab keling. Bo'ldi, mana ketdi. Umid aka. Mana olar ekansiz. Mana issiq non bilan tasirlat arkanmiz. Qara, issiqligini qarang. Hozir ham kelyaptilar. Ha, Uzumni yeb ish qilinglar. oshpazga? Gap yo'q. Oshpazni ham o'ylaydiganlar bor ekan-a? Oshni yaxshiroq qilib patib turaylik. To'g'ri. Hop, ana Boshladik. Aytgan kundan olib keling, ko'rgan. Bo'ldi, yumalatib, ko'tarib olib kelmay, yumalatib ishla Boshladik. Hop, kundan. Hop, endi nima? Piyoz birinchi. Piyoz, ha. Bismillahirrohmanirrohim. Ana. Zo'r bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Yo'q, udardan topib kelibdi. Bo'lar ekan-ku. Ha? Bo'lar ekan-ku. Ayni uni bitta bo'lmaydi, hozir kundan olib kelsa, Aha. kundan Cho'tki bu. 40 mingga olganda. Ha, to'g'ri. Zo'rdan olibsiz lekin. Teşekkürler. Oxirgi Yiqitasiz. ko'tarilmayapti. Gap yo'q. Ha, olib kelyapti. Ha do'stim, shat yelkanga olmadingmi? Lekin bir qop pul bo'lganda ko'tarib ketar. Ha, bir qop pul bo'lganini ko'tarardi. To'g'ri. O'zaro qovuraverasiz. Qozonga. O'sha bo'ldi, gimarov qo'yma. O'shlarga qovasiz. Endi keyinda o'tni yordirishgan, yordirmaganmi? Yordirishgan. Ha? Yordirishgan. Mana. bir ko'raylikchi deb qo'yaylik. Sizlar bir ijod olasiz. Yangi bo'ldi. Ana uni olasiz. O'zini Ey, O kichkinalar bor. Tunga uni Narigilar. Yo'q, uni Manami? ha, chilan. O'sha tikka qilindi deb bo'lasiz o'rtasida. Ana, ha. Yo, o'tirovdan. katta 3 Bunaqa bo'ldi deysizmi? Yo'q, bunaqa. Yo'q, o'ttir, ha, shu o'ttirdi. Ana shu. Bo'ldi demoqchisizda. Ha, ikkiga bo'ling. Ana. Qani ha. Ha. O gap yo'q. Ha, shuni yig'lab Ha, shu zo'r yig'laydi. Xo'p, hammasi jaydar holatcha bo'lyapti. Endi baribir ko'pchilik, jaydar holatdagina sog'ingan hamda. Mana jarayon boshlandi deydi-ku. Ha. Piyozdan keyin Piyozdan keyin mana go'shtlarimiz tashlanayapti.
Voy. Yig'laveryapti mana endi sekin. Tagini kuchaytirib beraymi? Ha? Bo'ldi. Ana shu tagiga g'o'za qo'ying, shuni tiqib yuboring. Bitta kuchayish kerak, olam. Kuchayish. Keyin o'shanda ana o'tirlarni tiqib yuborsangiz bo'ladi, do'stim. Rosa kachigarlik qilgan ekan bu ham. Navoiy-ku demoqchi edim mana. Usta Nonvoyni tanimaydigan insonlar yo'q. Hozir Usta Nonvoy ancha-muncha viloyatlarga borib o'rgandi, oma. Farg'onada juda ko'pchiliklarni katta usta qilib yubordingiz-a mana. Mana cho'lgilosdan bor shogirdlari. Yo'q-a? Ana, bor ekan. Apparatlar mashqacha yetib keldi apparatlar. O'tgan safar shunaqa holat bo'ldi. Hattoki endi bu do'stimiz hunar o'rgatgani borga. Lekin hunar o'rgatib ketgandan keyin mana shu novvoychilik siz qilayotgan bo'lsangiz, sizni 10 qop yopayotgan noningiz pis sayt pastga tushib ketgan, hamma birretib o'tib ketgan. Yomon o'ylar. Buni topib borib, sen meni novoxonamni o'ldirding, nima bording deb so'kib, sochidan yundilamagan xolos ayol kishi ekan albatta. Aha, u holatdan ham o'tqaz. Men tomog'im hozir yomon holatda, choy ichaman xolos. O'sha holatni ham ko'rdik. Mana. Yomon emas, zo'r. Jarayon. Uda. Yaxshimi yo'q? Zo'r. Gap yo'q. Namazda o'tiryoshi qiziqib qoldi. Ha, yorib tashlaydi bu. Bo'lakan-ku. O'yin mana shu qoldi kunda. Dalmoqdan hozir keldi-da. Kalladimga qilmang. Yo'q deyapman-da, nima deyapman? Yo'q deyapman. Ya, Murodjon hojim qarang-da. Bitta o'shada. Yo'q deyapman. Ketmonda tushgan. Mana odamlarga ko'rsatib qo'yay kimligini. Voy, bu Kameradan ko'rmadingizmi? Ha, bo'pti, mana bunday qilaman mana. Ko'rsataman, keyin bunday qilaman, ha. Yo'q, qo'llar nozida, o'xshaydi. Sizingizlar? Yaxshilarmi? Ayollarni sog'. Dilmurod qo'rg'on olganini bilmabdi. Dilmurod qo'rg'on olganini bilmabdi. Nima qilib ko'rdi? Bitta mashhur mana To'g'ri. Ha, semirib qoladi. Yevoy mana Mardon ayol ham kelib boribdi. qarsanglar bo'lsin. Qarsanglar bo'lsin. Bormizda. Bormizda bitta boladan masjiddan chiqqimiz dedi. Yetti bo'ldi. Bizdan masjid kelgan bizdan Hammadan birinchi kelamiz o'yinda. Bolalar o'rtalarni keltirib kerak. Kelaqo. O, dadam. Hali kichik qani uni. Xolos qovurish jarayonlari udan ketyapti. Yaxshi. Oloq shartmas hozir, bir xil oloq. Hamma Boshqilyapti tozini kelib. Odamni tashabbik asomiz. Kelib qopti. Qanday? Sog'lommi? Bola chaqalar hamma yaxshimi? Ko'pigina qo'llayotgan bo'lsa, ko'pchilik bo'lib yig'layapmiz. Albatta aytib o'tdi, endi bizni Endi marakda o'tirib kerak, bu masalada şey. Ha, uni maqsadda. Bu masalada şey. Uni men bundir kerak. O'zim tutib olaman deganman. O'zim tutib olaman. Hech kim kelmaydi, bu ikkala o'yinga, qo'rqmaydi. Lekin sizlar bilmaydi. Shunaqa qilishimiz kerakki, Botirjon aka kelgandan keyin charchoqlar chiqib ketish kerak. Bitada, to'g'ri. Bitada charchoqni chiqaramiz. Yo'li bordi-da. Bu masaladaşamiz Botirjon ular yaratamiz. Qanchaligidan yo'laydi. Sabzga keldi. Oh, qovurib suvni nima qilib bo'lindi-da? Yo'q, go'sht qovurib bo'lindi. Qovurib bo'lindi uni. Sabzi. Sazin qaysi payt tashlanadi endi? Go'sht pishgandan keyinmi? Shu go'sht qovurilgandan keyin sabzi. Mana, buni
Qizini soldik, sabzini. Endi mana uni yarmini solamiz. Sariq sabzini yarmini solamiz. Nimaga yarmi endi? Siz jarayonni ko'rib turing, nima bilasiz? Aytib o'ting-da. Jarayonni kuzatsa ko'rishadi. Mana. Bu qoladi. Sag'iz ko'payib ketmadi o'shanda. Yo'q, bu ish bo'ldi. Yuramiz o'tamiz buni. O'tamiz. Qancha turish kerak o'zi? Real pakt soatini. Yo'q. Nimaga ko'p? Ezilib ketmadimi bunda? Yo'q, yo'q. Tuzni so'ramiz guruchga. Buni biroz urib qo'yamiz. Tuz turadi, ha? Mana bunda. Chaqib tashlamas ekanda, keyin chaqilarkan-da. Tuz bilan o'tdi. Men ham birinchi marta sog'ib ko'raman. Buni sog'ib pochaga ichiraman. Ya'ni. Pochaga Bular ichiraman. Men bizni uchun jarayon ketdi. Ha. Muhimani solish kerak. O'sha o'tkazib bo'lmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Voy to'palan qilmani. Mana sigara ketdi mana o. Chiqmaydi undan, jinni bo'lmaydi. U yangi U yangiligida chiqadi adashmasam. bunaqasi qolmadi unaqasi. Ni ara gapiryapti. Mayli, hech nima qilmadi. Mana no'xat soldik. Mana no'xat solindi. Endi buni tepasiga mana bu narsamiz bor. Bu qo'yi qo'chqor yo'q bu. Tush. Ya bu no'xatdan qilingan mana. Gapirib qo'ying. Hurmat gaplashda sog'ishga imkon bo'lmadi. Sigir sog'ib qo'ygan. Sog'ligiga sigir soqqanmiz. Soqqanman. Soqqansiz. Necha yillik soqqansiz? Men yoshligimda uyda mol boqardik, rachi. Bismillah. Lekin faqat ayollar sog'adi, lekin erkaklar sog'arkan. Ay, ha? Men unaqa sigir oluvdik-da. Ha. Lekin pochcha bilan men sog'olmaganman. Pochcha sog'ib bergan menga. Pochcha bilan men sog'olmaganman, pochcha sog'ib bergan. Bu nima gap bo'ldi? Yo'q, men sog'ishni bilmagan, moldan qo'rqaman. O'shaning uchun pochcha sog'ib bergan, o'rgatgan menga sog'ishni. Bismillah. Nima u Namangan suvdanmi? Yo'q, shu yerda shu. Alohida baqlashkada bo'lgan uchun Namangan suvmikin deyapman. Yo'q. Ata, men o'lchab shunda qo'yamiz-da. Ha. Necha kilo endi? 3 kilo. 3 kilo bo'ldi. 3 litr suv quyamiz. Ha. O'choqda bo'lgani uchun. O'choqda bo'lgan uchun. Bo'ldi. Ovqatimiz endi mana shu holatda endi 1 soat qaynasalar, xudo xolasa damlaymiz. Kuzatinglar. Qumg'ondagi choyimiz ham qaynab qolay dedi. Ko'rmabdi-da. Bu yo'g'on bo'lsa ham. Ana. Tayyor. Xudo xolasa guruchlar o'sha tayyor. Yaxshi to'y deya bo'lib, ko'payishibmiz. Ko'payishib ketdi. Bismillah. Ko'payishibmiz yaxshi. Qarang, voy, bilminlab. Biz xohlaganday bo'lyapti, xudo xolasa. Povur aka, o'zingiz xohlaganday bo'lyaptimi? Bo'lyapti. Ha, bo'ldi. Samimi qilamni shu. Samimi qilamni shu. Mana hamma narsamiz tayyor. Aha. Endi olibini sal ko'taramiz. Qumg'onda choylar tayyor. Voy. Ana, o'zi guruch tashlash boshlandi. To'g'riga gapirib turing-da, bu qanaqa holatda tashlanadi? Qanaqa holatda e'tibor berib turib qilinadi? Qancha minut, qancha soat qaynatiladi? Hop, 1 soat qaynadi o'sha. Hop. Guruchimiz ham 1 soat. 1 soat qo'shib qo'ydi.
Bir soatda agar shunchalik holat bo'lsa zo'r. Bu ikkinchi nima ekan? Birinchisi. Birinchi to'liq hali tushmadi. Bu o'lgandan keyin nima ham lazerlar dikka kirib qoladi, katta bo'lib. Ana. Mo'minjon, qo'ldan qarang taka. Ha. Kuchaytirsinmi? Ha, bitta varaqlash kerak. Iloji bo'lsa shu qo'zoqlarda tashlashdan bo'laveradi. Qumg'on qaynatadi bitta. Bu millatsangiz qaynaydi. Kechgarimizdan yaxshimi? Ana boshlandi bir qator уже issiqqa tushib, sal bir farq oldi. Tagi mana shu ko'rayotgan bo'lsanglar, alanga tushlik. Ha. Mehrda o'z ba'zi mehr. Taomga mehrni zo'r bersangiz, endi har qanday ishga ham zo'r mehr bersangiz zo'r ish bo'laveradi. Shu blogerchilikda ham shu, boshqa ishda ham shu, nonvoychilikda ham shu do'stim, to'g'rimi? Mehringiz bo'lsa, inaki noningiz siz aytgandek zo'r chiqaveradi. Bunga qadar mehr yo'qoldi, sifat yo'qoldi. Sifat yo'qoladi, to'g'ri. Sizga ham gap yo'q, kachigar. Mehr beryapman. Ha. Bosh turishidan hozir faqat hozir urug' so'l bo'ladi, o'zi ham yomon bo'ladi inshaalloh. Xo'p, bir qator dam yedi. O'sha jarayonni ko'rsatolmay qolibmiz. Hozirgi paytda o'zi sekin-sekin nimasini qilyapti. Hop. Bu yerga bu dumini qo'yib qo'yganmiz. Buni cho'ta. Yo'q, urib qo'yish kerakmi? Men biron marta pishirmaganman lekin. Shunday qo'yib qo'yish yonib ketdi. Ana. O boshqacha bo'ldi. Ana. Kattaroq kuchlatiladimi men bunga? Yo'q, men qo'zg'on narsalarga sekin avvalab. Ha, bemalol anaqa bo'lganligi uchun undan ham nozo'r o'rnagan. Yakroq bo'stami? Kunchilik tam beradi bu. Endi ham ustini ko'rib qo'yadi-da. Endi katta tog'larning o'zini bosa bo'ldi. Ha, to'g'ri, obязательно bo'lsa. Qoidasi bor emasmi? Bu jiddiy kamlik qilib dedi-da. Dam? Hozir 2 tosh bo'ldi mana shu. Ha. Yana bir ozgina tursin. Hamma yeydigan osh bo'ladi. Hamma yeydi, suyib yeydi. Ha, bo'ldi. Yo'dan mardonlar shakur tandir. Ko'katdan solmabsiz-ku? Hozir endi. Mana shakur. Ko'katdan soling, mana shu zo'r bo'ladi. Qo'lni yaxshilab yuvib kelib, jim-jim olsangiz dahshat bo'ladi. Obunachilar xudo xolasa mana oshlarimiz tayyor. Birga bir bo'lishni boshladi. Mana go'shtlari birga bir solingan, xudo xolasa. Chitki chiqadi. Ana. Bay. Hatto o'zi shuni mas qildi. Yazyon oshini gapirayotganda namagan ekan, bir oshini yengchi. To'ng'ir. Ha? Rayhonlarni qo'ygan. Ana ekan berdi rayhonni. Chotki lekin haqiqatdan. Moshinaga sovg'an ekanlar biz, demak, Samarqandga ketayotganimizda. Moshinaga qo'yib qo'yamiz. Moshinaga shuni qo'yib qo'ygan ekanlar, yelkaga qas urib olsangiz, urib oldim, haqiqatdan zo'r chiqarkan edi. Buni oldin ayronga qo'shib ishardi-da biz yoshligimizda. Ha. Hozirgi ko'chada sotadigan ayronda bunaqa hid yo'q-da, tam yo'q. Yo'q, u boshqacha turdi bo'lsam. Yo'q, bular Bu haqiqiyroq ekan. Ana. Yeyishdan boshqa narsaga yaramaydi. Omon lekin narsa ko'p bo'lib ketdi. Oshmi? Yo'q, atan ko'p qildi. Boshqatan ko'p qildi. Muammosi yo'q. Aytdik-ku, siz ham uyga olib ketasiz. Xudo xolasa, Anvar akani ota-onalari bor, uydagilar bor. Biz o'zimiz shu yerda 10 kishidan ziyod bo'ldik-a do'stim. Ha? Bitta o'zim yo'raman. Ikkita bolasi bilan oilaviy ko'chib. Ha, oilaviy ko'chib ketdi deb yo'qman. Botirjon sog'ingan kelyapti. Ha, Botirjon hozir ishtimay yemadingizmi? Qon ochmi? Bo'ldi. Xudo xolasa Botirjon o'zi urib qo'yadi. To'g'ri olaymi? Ha. Tursin, ha, bo'ldi. Olayini. Yo'q, tayga. Nimaga? Oshganmi? Birinchi Gap bo'lish mumkin. bunga olamiz. Iloji bo'lsa birga bir kilo nimani go'sht so'ravering. Maza qilib yeysiz bugun. Botir aka ko'ravering aka. Go'sht kam bo'pti deb. Ya siz ishlatmaylik endi. Ha, bugun. Yo'q, mehmon yes mehmon. Bugun endi ancha yo'lni bosib kelgansiz. Siz o'tiravering. Ota-onangiz ham hali xabaringiz bo'lmasa kerak-a? Kelganingiz. Kelganimni biladi, aytib qo'ydim. Keldi. Balki hayajon bilan kutishayotgan 6 kundan beri. Ana, birga bir go'sht bo'ldi. Mana shunda ko'p go'sht bo'lib ketdi. Mana bu go'sht. Ha, ana. Yo'q. Mana endi bunda ham zo'r bo'ldi ana. Ketaveraymi? Bo'ldi. Oladigan nima bo'ldi? Ha, go'sht to'laligini oldim unda. Ya, ana stashna bo'ldi. Bir yana chiqan qilgan o'sh ya. Namanganga istab boramiz. Go'sht. Yo'q. Ana. Ana zamon homiladorlar ko'rsa. Ana. Ha, homiladorlar o'zi gapirishayotgan bo'lsa kerak. Zo'r bo'ldi, chotki bo'ldi, shep. Gap yo'q. Xullas endi yeb ko'riladi bahoni videoning oxirisida mana hozir ko'rasizlar. Obunachilar. Xullas mana osh yeb bo'ldik, oxunib qanday ekan? Cho'ta ko'zi ishqalab uxlayman deyapsizmi deyman. Osh yegandan keyin yonboshlagingiz keladi odamda. To'g'ri. Osh juda go'zal bo'libdi. Endi hali yeyishdan boshqa narsaga yaramaydi deydi-yu, lekin o'ta go'zal bo'ldi. Hamma joy sabzi, go'shtlari, dumba yog'lari degandek ta'mlar o'ta shirin bo'libdi. Qo'llarlar ko'rmasin. Mana qolganlarga ham tegishli, qolganlar ham
yonboshlab o'tib maza qilib yedik. Ha, bir eltib. Ikkiga bir emas, birga bir bo'libdi o'shamiz. Chunki hammamizga to'g'ri 8-9 olib keldik. Ha, ustoz. Ha? Bardo yig'lab o'tirdim, oshab ketaman. Ha. Oshab ketaman deyapti. Yeni aytishyapti. Ko'pchilikni sal bo'lsa-da qorin to'q bo'lganligi uchun Slavlashib ketdi. ha, Gap yo'q deydi-yu. unchalik darajada zo'r bo'libdi. Dahshat. oxirigacha bormaganlar ham bo'ldi. Lekin Mana shu bitta haqiqat qalay oshni shuni ishladim. O'sha oxiriga yetdi-da. Juda zahar ekan. oshni haqiqatdan Musonaga rahmat. Addushi bu. Chin yurakdan aytaman. Zo'r chiqibdi. Jahongir qalay? Namangan. Maza qildi. Yo'q, Namangan oshi. Siz to'yib kelibsiz-da? Kelyapman. Ha, 2 soat oldin ovqatlangan ekansiz. Soat 10larda ovqatlanadi. Ovqatlanadi. Endi bunaqa plan bo'lishini bilmabman. Men o'ylabdim, bunaqa anaqani Botirjonni kutib olamiz. Shu bilan bo'ldi, hamma tarqalaydi. Bu ham uyga kirish kerak bo'ladi, bitta bunaqa. Zakallar bo'yida o'tiraman. Men Botirjon mendan oldin keldi o'zi. Men keldim, eshik taqiladi turibdi. Botirjon birga kirib keldim deng. Botirjon bilan birga kirib keldi. Botirjon Oxunib aytmabsiz-da Jahongirga. Osh qilinadi, tayyorlanadi deb. Yo'q, kecha aytganman. Hamma keladi deb. Siz ko'zini baylamada chiqib ketsa joying. Ha, meni ko'rib bo'ldi, men sekin chiqib ketaverdim. Ha, chetaver edi. Biz bu yerda to'xtab turibmiz. Meni ko'rib bo'ldi deydi. Rahmat Musoxonaga, Sanjoy sog' bo'lsin. Shu joygacha ko'rganlarga ham rahmat. Hammani ham tan joyi sog' bo'lsin. Sog' bo'linglar.